Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin bizga qabr haqida xabar berdi dedi. Inson o'lim to'shagida yotganda, agar jannatiy inson, mo'min inson bo'lsa, farishtalar jannatdan kafan olib keladi ekan. Ko'zi qayerga yetsa, shu yergacha o'tiradi-da va oyatda kelganday, ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Ey xotirjam nafs, chiq joningdan. Nafsni chiqaradi ekanda va uzoq vaqt turmasdan malakul maut jonini olib hargi farishtalarga topshiradi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytib bergan. Agar yaxshi inson bo'lsa, hargi farishtalar jannatdan kafan olib kelgan farishtalar insonni osmonga ko'tarib chiqib ketadi. Birinchi osmon, ikkinchi osmon bitta hatto shunday hid chiqadi ekanki, shunday shirin hiddan hatto farishtalar sezadi ekan. Va eng go'zal ism bilan chaqiriladi. Bu dunyoda bir insonning 2-3 ismi bo'lsa, eng go'zal ismi bilan chaqirilib, hatto 7-osmongacha ko'tariladi. Va Alloh taolo hargi bandasini aytadi ekan, bandamni yerdan yaratdim, yeriga qaytaringlar deb Alloh taolo yana yerga qaytartiradi ekan. Yaxshi inson bo'lsa,